uzmoviya.com sayti uchun maxsus tayyor. Xonamni nima qilding? Xonani ikkiga bo'ldim. Sen tomonga kamalak qayd qilganga o'xshaydi. Men Indamaganing yaxshi. Hozir yozishim kerak. yozishing? Kuniga 1 soatni romanimga ajrataman. Sen ham shunday qilganingda bloging tushunarliroq bo'lardi. Hatto ba'zi maxluqlar savodliroq yozadi. Men ko'ngildan yozaman. Haqiqatni. Obunachilarimga yoqadi. Obunachilaring ahmoq. Seni hikoyangga ahmoqona suratlar bilan javob berishadi. Emotsiyalarni aytyapsanmi? Odamlar hissiyotini shunday bildiradi. To'g'ri, buni qayerdan ham bilarding? Senga qarasam, mana shunday emojilar ko'z oldimga kelyapti. Arqon, belkurak va ura.